Nima qilyapsiz ovsin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht olib, hammasini solmoqchimisiz? O'zi yeringizni eplab, yarim kilo go'sht olib kelishni bilmaydi. Mani yerim topganini yeyishni bilasanlar. Tinchmi? Yana ye. Yana nima baloni boshlayapsiz? Ko'rmaysizmi dadasi? Bular tejashni ham bilmaydi. Qachongacha sizni topganingizni yeyishadi? Dostonbek, akangiz tug'ilgan kunlar edi. Shunga yaxshiroq ovqat qilmoqchi edim. Aqlli? Mani pulimga emasdi. O'zi sizlarni boqayotganim yetmaganda nima? Akamning tug'ilgan kunini ham men nishonlab berishim kerakmi? Tinchlikmi uka? Amana qahramoningiz o'zi ham keldilar. Siz mana shu chirrigan 3 ta xurmodan boshqa hech narsa olib kela olmaysiz, to'g'rimi? Aka, chiqib keting. Keta qolinglar. Hammamiz tinch yashaymiz. Alohida chiqsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi, aka. Xo'p. Faqat bir oyda O'g'il bola bo'ling, aka. onasi Labbe, narsalaringni yig'ishtir. qayerga ham chiqamiz? Yig'ishtir dedim. Ketamiz. Qaqqa? Ha, o'zing chiqib ket deding-ku. Ha, chiqib keting. Faqat yangi uyingizga chiqib ketasiz. Sizga uy oldim. O'zimizdanikidan ham kattaroq, o'zimizdanikidan ham yaxshiroq. Tug'ilgan kuningiz bilan, aka. Men umuman aybim yo'q-ku, lekin hammasiga erim majburladi. Ama Kechiring. Nima qilyapsiz ovsin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht